Hurmatli haydovchi, nima sababdan ko'chaga besabab yuribsiz? Produktga chiqmoqchi. Qayerga Produktga? Vokzalga. Qayerga turasiz yashashmasiz? Turmoqchilar. O'sha yoqlarga yo'qmi? Supermarket, mini market, do'konlar bor-ku. Do'konlarda qimmat. Qimmat? Nega arzonmi? Ha, bu yoqda arzon. Ko'ryapsiz, karantin, COVID-19 epidemiyasi tarqagan, hurmatli haydovchi. Bu birinchi o'rinda o'zingizni xavfsizligingiz. Uyingda o'tirgan, chiqmagan. Mana shuni oldini olish maqsadida mana ichki ishlar bo'limi xodimlari ko'chada tinmasdan xizmat vazifasini olib boryapti-da. Siz nima uchun yuzma-yuzaki qarayapsiz o'zingizning hayotingizga? Televizor ko'ryapsizmi? Ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida har kuni, minutda mana shu narsani aylantiryapsiz. Ko'rib turibsizmi? Nima uchun bee'tibor qarayapsiz, hurmatli haydovchi? Bee'tibor chiqqanmi? Anchadan beri chiqqanmi? Sababsiz ko'chaga chiqib, o'zidan o'zi yurib, mana shunaqa yo'llarda sababsiz harakatlangan haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 54-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beryapti. Avtomashina haydovchilik guvohnomangiz bormi? Nima sababdan haydovchilik guvohnomasiz harakatlanasiz? Ko'ryapsiz, hurmatli haydovchi, COVID-19 epidemiyasi tarqaganligi sababli ko'chada avtomashinani sababsiz boshqarib yurish taqiqlanadi. Boshqarib yurish mumkin emas. Nima sababdan o'zboshimchalik bilan hujjatlarsiz yana sababsiz avtomashinani harakatlantiryapsiz. Hurmatli haydovchi, sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 54-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beramiz. Ushbu holatda boshqa takrorlanmasligi yuzasidan avtomashinangiz vaqtinchalik saqlash jarayonidan jasiga olib borib qo'yiladi. Assalomu alaykum. Salom berman menga baxshi. Assalomu alaykum. Yo'l qarak xavfsizlik boshqarmasidan inspektor Safar. Hurmatli haydovchi. Buni qarang videoga olishini. 28 ta bo'lib kelib turib videoga olyapman. Mashina o'tiryapti. Hurmatli haydovchi, nima sababdan sababsiz harakatlanasiz? Sababsiz harakatlanmadim. Uyda emsikli bolamni tashlab bankka keldim. Qayerga bankka? Mana katta bankka. Sababsiz ko'chaga yurishingiz avtomashinada mumkin emas, hurmatli haydovchi. Sababsiz emas, sababli. Uyda emsikli bolamni tashlab bankka Hurmatli haydovchi, sababli bo'lgan taqdirda biron-bir aptekada, dorixonada ishlasangiz, davlat idorasida ishlasangiz, xizmat guvohnomangiz bo'lsa, yo'qsa novoxonada ishlasangiz, tadbirkor bo'lsangiz, hujjatlaringiz bo'lsa to'g'ri tushunasiz. U ham ishxonangizga borganingizcha avtomashina bilan harakatlanish mumkin. Tushunyapsizmi? Ishxonaga borguncha faqat avtomashinada harakatlanib borishingiz mumkin. Avtomashina o'sha ish joyiga qo'yib, faqat ishxonadan chiqmagan holda ishingiz bilan shug'ullanishingiz kerak. Anaqa sababsiz ko'chaga yurishingiz hurmatli haydovchi qat'iyan mumkin emas. Siz bir narsani to'g'ri tushuning, hurmatli haydovchi. Maqsad sizni ko'chadan olib qolib yurish emas, maqsad karantin e'lon qilingan. COVID-19 epidemiyasi tarqaganligi sababli cheklovni amalga oshirganmiz. Mumkin emas ko'chada, hurmatli haydovchi. Shu sababli sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 54-moddasiga asosan huquqbuzarliklar profilaktikasi hamda yo'l-patrul xizmati xodimlari bilan birgalikda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beramiz. Avtomashinangiz vaqtinchalik jarimadan jasiga olib borib qo'yiladi, hurmatli haydovchi. Sizdan iltimos qilamiz, hurmatli haydovchi. Sababsiz ko'chaga yurmang, uyda o'tiring. Tushunasizlar, boshqadan tushib olasizlar, avtomashina vaqtinchalik jarimadan jasiga olib borib qo'yiladi. Ogohlantirish, hurmatli fuqaro, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarda bilmadim, o'z sizning ishingiz, ko'rasizmi, ko'rmaysizmi? Ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida har kuni ogohlantiryapti, har kuni. Birinchi hurmatli fuqaro avtomashinadan tushib olasiz.
Mashina vaqtinchalik jarimanchasiga olib borib qo'yadi. Marhamat. Hurmatli fuqaro, sizga ogohlantiraman, bizning qo'limiz bilan qo'llanganimiz audio video lavhasida olinmoqda. Shuning uchun hurmatli fuqaro, avtomashinadan tushasiz, so'rab qolaman, marhamat. Opajon, iltimos sizdan tushib oling. Yetti quva Lacetti rusumli avtomashina yo'nalish bo'ylab harakatlanib kelyapti. Haydovchini Jezova hushtak yordamida to'xtatib tekshirib, nima sababdan yurganligi to'g'risida so'raganda sababsiz ko'chada yurganligi aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirish so'ralganda haydovchimiz bizni hech kim ogohlantirgani yo'q, eshitganimiz yo'q degan so'zlarni aytib o'tdi. Haydovchiga aytdimmi, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarda sababsiz avtomashina yurishi qat'iyan taqiqlanadi. Bu birinchi o'rinda fuqarolarimiz xavfsizligini o'ylab qilyapmiz. Ko'ryapsiz, COVID-19 epidemiyasi tarqagan. Ko'chada mumkin emas. Agar bir davlat idorasida ishlasa, yo'qmasa dorixonada ishlasa, davlat idorasida ishlab xizmat guvohnomasi bo'lgan taqdirda unda ham avtomashina borib o'sha avtomashinani ish joyiga qo'yib, xizmat vazifani qo'yish uchun, ishiga borish uchun ushbu avtomashinadan foydalanish mumkin. Stikeri bormi-ku? Tushuntirib berdim. Yo'q, hech qanaqa ruxsatnomasi yo'q, stikeri yo'q, harakatlanib kelayotgani aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina vaqtinchalik jarimanchasiga olib borib qo'yiladi. Yana ham shu bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Hurmatli fuqarolar, sababsiz ko'chaga chiqmanglar. Mana bu haydovchimizga o'xshab sababsiz ko'chaga yurib, ashuna holatlarni yuzaga keltirmanglar. Iltimos qilib, uyda qolishlaringizni so'rab qolaman. Mashina kimning nomida? Mashinani endi oformit qilamiz meni nomimga. Men onasiman bu qizni. Ertalab bizga bankdan kecha pul keldi, kech keldi. Biz chiqa olmadik, ola olmadik. Ertalab men aytdim, ertalab borda, sotib, Demak, 2-3 qoida buzilgan bu yerda hozir siz ishonchnomasiz qizingizga mashina berib olyapsiz hozir. Ishonchnoma buni nomida daverimiz turibdi hozir mashina. Oformit qilib meni nomga qilamiz. Mashinani biz sotib olyapmiz. Hali pulni to'lab bo'lganimiz yo'q. Mana ruxsatnomasiz yurish mumkin emasligini 10 kundan beri aytishyapti. Aytishyapti, lekin biz ehtiyoj uchun mumkin bir kishi chiqsa bo'ladi. Men qizimni jo'natdim, borib pulni olib ket. Meni 8 ta bolam bor. Siz taksida keldim deyapsiz hozir. Hozir Taksida yurishingiz ham mumkin emas. Taksida keldim, majburchilikka keldim. Hozir mana Baqir chaqirib yurdi, men keldim majbur uyimdan chiqib. boshqarib kelayotganda to'xtab tekshirilganda hujjatlarni ko'zdan kechirganda, ya'ni haydovchi guvohnomasi ko'rsagan aniqlanadi. Hurmatli haydovchi, nima sababdan haydovchilik guvohnomasiz avtomashinani boshqarib yurasiz? Hozir bizda masalan bor. Avtomashinaga o'tirishdan oldin hujjatlarni ko'zdan kechiradi. Hamma hujjatlari joyida bo'lganda, undan so'ng avtomashinani o't oldirib, avtomashinani harakatlantiradi. Nima sababdan haydovchilik guvohnomasi avtomashinani boshqarib yurasiz?